Avvalambor assalomu alaykum aziz YouTube obunachilarimiz. Bugun sizlar bilan birgalikda uzoq vaqtdan keyin video qo'yapman va video Xitoydagi birinchi raspakovkamiz bo'ladi. Qizim bilan birga kelganimiz uchun bizga kolyaska kerak edi. Biz onlayn zakaz berdik, sifati qanaqa bilmaymiz. Xudo xolasa sizlar bilan birgalikda ochib, ko'rib, sifatlarini sizlarga ko'rsatamiz. Agar sifatlari yaxshi bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa O'zbekistonga ham jo'natamiz. Bundan O'zbekistonga ham jo'natamiz. Chunki videoda juda ham yaxshi ko'ringanda sifatlari. Hozir birgalikda sizlar bilan ochib berib chiqamiz. Hozircha sifatlari yaxshi ko'rinyapti. Yana ham ochgandan keyin ichidan bunday narsalari chiqdi. Bu menimcha asosiy qismi. G'ildiraklari yaxshi. Bizga shu yig'ilishi muhim edi, chunki ko'p joylarga borgan paytimizda katta kolyaskamizda ozgina muammo bo'layotgandi. Narsalari, ushlagichlari. Bu shu oldida ovqatlanadigan suv qo'ysa bo'ladigan narsasi ekan. Qanunda boshladik. Hozir sizlar bilan birgalikda ochib, taxlab, chiroyli qilib ko'rsatamiz. Hop, tepasidagi material ekan. Materiali bo'ladi o'rtacha. Unchalik sifatli deb ayta olmayman, lekin yaxshi. Havo o'tkazadigan material. Ko'rishingiz mumkin. Aytgandek o'rindiq ekan, o'rindiq uchun. Sifatlari yaxshi, yomon emas. Yostiqchasi. O'rindiqlari ham yaxshi, oyoq qo'yadigan joylari bor ekan. Yig'ishtirib qo'ysa bo'lar ekan oyoqlarini. Pastga bunday qilib qo'yib qo'ysa ham bo'laverar ekan. Yaxshi, yomon emas. Endi asosiy qismini ochamiz. Bu bosh qo'yadigan tarafi ekan. Bosh qo'yish uchun bunday holatda. Hozir bunga ko'rpachalarni solganimizda yana ham zid kiradi. Endi asosiy qismi o'sha xususiyatini hali o'rganganimiz yo'q. Nima deb o'ylaysiz? Narxlarni kommentariyaga yozinglar. Xuddi mana shunday chaqaloq uchun nima deb o'ylaysizlar? Narxlari qancha? Deyarli hamma joyini tayyorladik va oxirgi ko'rinishlari mana bunday shaklda bo'ldi. Nima deb o'ylaysizlar? Qizimga ham juda ham yoqdi. Ovozidan eshitishinglar mumkin. Agar
zakaz bermoqchilar bo'lsa bemalol yozinglar, Instagramdan sizlarga ham jo'natib beramiz. G'ildiraklari, hamma joylari yaxshi. Albatta YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmanglar. YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa bundan keyingi raspakovkalarimizni ham chiroyli qilib sizlarga ko'rsatamiz.